Shahzodaga mana sizni shaxsiy brendingiz bo'yicha yaqinda 2 oy bo'ladi ishlayotganimizga, o'sha natijalar yaxshi deb o'ylayman. Inshaalloh. Shaxsiy blogda kuchi qanaqa ekaniga bitta tavsiya bering. Xo'p, kuch haqida aytadigan bo'lsam, men to'g'risi bunaqa rezultat umuman kutmagan edim. Men bundan oldin umuman blog yurg'izmas edim, chunki foydasi yo'q narsa deb o'ylardim. O'zimizning klientlar bor, yetarli, sifatimiz yaxshi deb o'ylardim. Keyin blog yurg'izishni boshlayman deganimdan keyin men kamida bir 5 oy qiynalsam kerak, faqat Instagramga pul tiksam kerak deb o'ylagandim. To'g'risi. Men bilmayman, 1 oy 8 kun bo'ldi sizlar bilan ishlayotganimga. Men prosta tak obyektlarni ulgura olmaganimizdan biz очередga ajdaniyaga qo'yyapmiz. Telefonlar tinmayapti. Ertalab shu bomdoddan kechki shomgacha tinmasdan faqat obyekt aylanish, qo'shimcha mashinalar olyapmiz, qo'shimcha yordamchilar olyapmiz. Alloh rozi bo'lsin, sizlardan juda ham katta effekti bor ekan. Bu qilish kerak, muhim bo'lgan narsa ekan. Sizlarni professionalizm darajasiga chiqarib berganinglar, bu juda ham qoyil qoldirdi meni. Rahmat deyman bunga faqat. Xo'p, yana bitta asosiy aytish kerak bo'lgan narsam bor. Meni eng yomon ko'rgan narsam, endi bu majburman qilishga, klientni oldiga borib o'zimizning mahsulotni tushuntirish. Misol uchun, kam narsa ham arzonmas ekan, nima effekt beradi? Do gapirib tushuntirib bersangiz, nima qanaqa muhim narsaligini utepleniya qilishni. Shuna qarab turishadiki, xuddi bir bizni ularni aldayotgandek yoki mashinistlar bilan ularni pulini aldab olmoqchi bo'lgandek shunaqa tuyulardi. Men to'g'risi klientlar oldiga borib gaplashishim kelmas edi. Shunaqa qilsamki, derdim, bitta sherigim bo'lsa, o'sha borib klient bilan gaplashsa, men o'zim ishini qilib bersam. Hozir mana videolarimizni ko'rishyapti. To'g'risi boraman, klient faqat meni eshityapti. Beradigan savoli, oxirgi beradigan savoli, qachon boshlab bera olasan? Mana rezultat qanaqa bo'ldi? To'g'risida, ortiqcha men gapirib tushuntirib o'tirishim ham hojat qolmagan o'sha. O'sha sizni strategiya shunaqa tuzilgan, prosta usta sifatida emasda, utepleniya qiladigan ekspert sifatida tuzilgan strategiya. To'ppa-to'g'ri. Birinchi bo'lib ishi mutaxassisi, shu sohasini spetsialisti bo'lsa, bu Instagram 1 oy ham ko'p deb o'ylayman. Bang'illatib yuborishga. Agar o'zi ishini tushunmasa, balki 4 oy 5 oy ham qiynalib yurar. Uni bilmayman. Shunaqa, okey. Sizga rahmat.